Aka bo'lib biron marta qozonidagi ovqatidan ilindimi? Faqat siz ularni o'ylaysiz. Ya, voy, tinchlikmi onasi? Nima harakat? Bugun tug'ilgan kuningiz-ku? Bugun 28 mi? Ha? Eslatmasang esimda ham yo'q. Qozon kabob qildim. Hozir siz ham o'tiring. Keyin bilan akamni chaqirmadingmi? Uyda hech kim yo'q shekilli, eshikni ochishmadi. Bitta kosaga chiroyli suzib olib qo'y. Hali kelishganda olib chiqib berasan. Adasi, sizda gapim bor. Faqat xafa bo'lmaysizmi? Nima gap? Tinchlikmi? Shu uyga kelganimdan beri akangizlarga ovqat olib chiqaman. Ularchi? Aka bo'lib biron marta qozonidagi ovqatidan ilindimi? Faqat siz ularni o'ylaysiz. Ular bo'lsa mana, anchadan beri qoraligini ham ko'rsatishmaydi. Hey, bo'ldi qil. Bilmasdan turib o'zingga kelganini gapiraverasanmi? Sen hozir meni jigarim to'g'risida gapiryapsan. Men borini aytdim. Akangiz bemehr. Mana tug'ilgan kuningizligini bilib, qo'shni bo'lib turib ham chiqishmadi-yu. Kim bor? Uydamizlar? Ya, assalomu alaykum. Yulduz aka, yaxshimi? Yaxshi o'tirdim. Yaxshi kelyapsizmi? Kiring aka. Nima qilib olib yuribsiz? Shu keni uyda mantiq qilgan edi. Sen yaxshi ko'rasan, nima olib chiqdim. Ya, umringiz uzoq bo'lsin. Kiring, chiqing tepaga. Qani, kelinglar chiqaring. Ishlaringiz bo'lyaptimi? Ne anchadan beri ko'rinmaysiz? Shukr, mana endi yaxshi. 2 oydan beri ishlamayotgandim. 1 hafta bo'ldi. Yangi ishga joylashdim. Bir tomon ostida yashasam ham senga ilinib hech narsa olib chiqolmadim. To'g'risini aytsam, o'zi anchadan beri uyda ro'zg'orim yo'q edi. Kecha bir yaxshi bozorlik qiluvdim. Shunga keling, senga ilinib go'shtli mantiq qilganiga. Sen go'shtsiz ovqat yomon ko'rarding ukam. Shunga senga ilinib olib chiqdim. Ne menga bir og'iz ham aytmadingiz, aka? Ukam, shu paytgacha meni o'ylab yashading. Qop-qotta bo'lib turib, senga muammolarimni aytgim kelmadi. Bir tom ostida yonma-yon qo'shni bo'lib yashaymiz-u, lekin boshingizga tushgan shuncha tashvishdan bexabar qolmang, aka. Men g'aflatda qolgan ukangizni kechiring, aka. Umring uzoq bo'lsin ukam, boringga shukr.